Mana yana zo'r natija bilan qizimiz keldilar. Qanchada qaytyapsiz oldimga? 2 oyda. 2 oyda. Xo'p, 2 oyda eng birinchi natijamiz bu qoqdek tugullar kichrayibdi. Bu biz uchun yaxshi. Yana qanaqa natijalar ko'rdingiz? 7 kilo tashab xursandman, lekin ancha o'zimda yengillik, ya'ni nima desa ayol kishida xursand, baribir nima bo'lasiz-ku, kiyimlaringiz ham chiroyli tursa, formadamanmi? Formam ham zo'r topdim. Молодец. Xo'p, ovqatlanishingiz qanaqa o'zgardi? Ovqatlanishimda ham yeyishim ko'proq ekan. Tan olaman, buni yeyishim ko'proq ekan. Ancha ishtaham nima bo'lib, to'g'ri ovqatlanish boshlangan. Yaxshi. Buqoda 3 ta tugun bordi. Ularni lecheniya qilishni boshlaganimizdan keyin tugunimizni bittasi kichrayibdi уже, ikkitasi razmeri kichraygan. Xudo xolisa ular ham so'rilib ketishiga niyatimiz bor. Lecheniya davom ettiramiz. Ozishi ham, buqoni ham, asosiysi hayzni normaga keltirib oldik. Chunki hayz sekin klimaksga qarab ketyapti, mana endi normaga kelibdi. Bemorlardagi natija meni faqat xursand qiladi. Xudo xolisa davomiga bundan ham zo'r natijalarga erishish nasib qilsin.